Germaniyada qolgan 4 ta g'alati odatlarim. Ismim Feruza Ochilova, Germaniyada hotel menejment sohasi bo'yicha Ausbildung bitiruvchisiman va undan tashqari Seiki Goethe sertifikati sohibasiman. Germaniyadagi 5 yillik tajribamdan keyin hayotimga butunlay singib ketgan 4 ta g'alati odatlarim haqida gaplashamiz. Birinchisi, har bir bo'sh shishani yig'ish. O'zbekistonga qaytgan bo'lsam ham, ko'chada plastik idish yoki shishalarni ko'rib qolsam, mana bu miyam avtomatik ravishda uni tashlab yubormasdan apparatga tashlash kerak deb o'ylaydi. Ikkinchisi, yolg'iz ovqatlanish va yolg'iz o'tirish. Kafeda yolg'iz ovqatlanib, o'zim bilan o'zim suhbatlashish normal holatga aylangan. Vaholanki botda unaqa emas ekan. Uchinchi fakt. Qayergadir bormoqchi bo'lsam, termin olish miyamga avtomatik ravishda keladi. Shifokormi, sartaroshmi, idorami farqi yo'q. Oldindan rejalashtirish, ya'ni termin olish o'zi menga odat bo'lib qolgan. Qayergadir to'satdan o'zimdan o'zim bormayman. To'rtinchi narsa, hamma narsadan 5 ta jim olish, ya'ni tasdiqnoma. Har qanday kelishuv, to'lov, suhbatdan keyin avtomatik ravishda tasdiqnoma talab qilaman. Chunki Germaniyada bitta yozilmagan qoida bor. Hech kimga ishonma, o'zingni o'zing qog'oz bilan sug'urta qil. Garchi bu odatlar sizga hozir g'alati tuyulsa ham, bu odatlar hayotda har qanday muammodan asraydi. Germaniyaga borganingizda qiyinchiliksiz moslashishni va nemis tilini tez va oson o'rganishni xohlasangiz, hoziroq sahifamga obuna bo'lib qo'ying.